Salom do'stlar, sizlar bilan men Redrix. Mana bugun men shaharga ko'chib kelganimni 2-kuni quyosh chiqdi. Salom janob, salom. Pulim ham ancha kamayib qoldi. Chunki men bu yerdagi shahardagi ovqatlardan yeb ko'rdim. Mazali ovqatlarni tatib ko'rdim. Va pulim ozgina qoldi. Mana shuncha pulim qoldi. 16 dollar. Bu yerda butilka, bu yerda korobka sotishadi. Ha, menda korobka bo'ldi degandek. Korobkalarni sotib olamiz. Va yana 20 ming so'm pulim bor. Bu yerdan o'zimga go'sht. Yo'q, bugun tovuq go'sht olaman yeyish uchun. Endi esa o'zimga uy qidiraman. Salom janob. Va alaykum. Ana bu yerni o'tgan qismda kim bo'lmasa, kim ko'rmagan bo'lsa ko'rib olsin. Mana shu yerdan to'g'riga va mana shu uy sotiladi degandilar. Ha, mana egasi ham turibdi. Janob. Salom janob. Mana shu uyni siz sotyapsiz. Sizmi? Ha, sotaman. 16 ming dollar. 16 ming dollar? Hoy, bo'pti. Pulim bo'lganda qaytib kelaman. 16 ming dollar pul. Hozirda 1000 dollar bor, ko'rib turganingizdek. 1000 dollar 600 dollar. Xullasda qayerdan bo'lmasin pul topishim kerak men. Bu yerda ish qidirish kerak, ish. Hozir men uy olishim uchun ish qidirishim kerak. Qishlog'imda narxlar juda ham arzon edi. Bu yerda narxlar juda qimmat ekan. Yo'q, mana bu butilkalarni tersamki, ana yerda butilka olishar edi. Ana bu yerda butilkalarni olishardi. Butilka tersamki, birinchi butilkam, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi va yettinchisi. Shu tariqa hamma butilkalarni terib olishim kerak. Bu yerda yagona ish mana shu. Butilka terish. Boshqa ish ham bo'lishi mumkin emas. Bor, lekin ularni tez orada egallab olishadi, men topaman deganimcha. Yana bu yerdan butilkalarni qidirish kerak. Mana bu yerda korobkalar ham bor ekan. Bu yerda butilka ham bor ekan. Bu qimmat butilka. 2000 so'mlik butilka topib oldik. Korobkalarni ham teramiz. Bu yerda ham korobkalar ekan. Albatta olib olamiz korobkalarni. Eng qimmat korobkalarni ham o'zidan qochirmaslik kerak. Butilkani ham olamiz, korobkalarni ham. Va mana bunday bir to'p bo'lgan butilkalarni ham. Va hozir biz anchagina pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana korobkalar yo'q ekanmi? Chunki korobkalar qimmat. Butilkalardan ko'ra korobkalarni terish qulayroq. Bu yerlarda yo'qmi? Bu yerlarni bo'lmishlar terib olishgan bo'lsa kerak. Ana u tomonlarda ko'rgandek bo'lgandim. O'sha tomonlarga borib olishimiz kerak. Biroz ovqat yeb olib. Chunki ertalabdan o'zim deyarli hech narsa yemadim. Shaharda kezib yugurib yuribman. O'sha tomonlarni ham bir qarash kerak. O'sha tomonlarda bor edi. Mana nima dedim? Mana bu yerda ham bor. Ularni hammasini terib olishimiz kerak. Ana bu yerda ham bor. Bularni hammasini terib olishimiz kerak. Bularni ham olamiz.
ham bor ekan. U 2000 so'mlik qimmat butilkalardan bor ekan bu yerda. 2000 turadi. Mana bu butilkalar qimmat. Bularni ham terib olamiz. Va bu yerda butilkalar qolib ketmadi. Mana 2000 so'mlik butilka qolib ketibdi qimmat butilkadan. Va 1000 so'mlik butilkalar. Va mana bu yerda ko'p butilkalar. 1000 so'mlik butilkalarni ham olishimiz kerak. Bu yerda 2000 butilkalardan ko'p ekan. Hammasini terib olishimiz kerak. Bular qimmat turadi. O yomg'ir ham boshlandi. Obbo. Endi kiyimlarim ho'l bo'ladi. Mana bu yerda tushunmadim bu butilka qanday to'xtadi. 27 ta 1000 so'mlik butilka va 8 ta 2000 butilkalardan bo'ldi. Mana bu yerda boshqa butilkalar qolmadimi? Qolmaganga o'xshaydi. Birinchi korobkalarni topshiramiz. Bu yerga qo'yib korobkalarni topshiramiz va bu yerdan bu yerda $10 uzr. Bu yerdan kiramiz. Va ana endi bizga $2000 bo'ldi. Bu yerda arzon olishar ekan. Va bularni bu yerga sotmaganim yaxshi. Ana 2000 dollarni sotamiz. Janob pulingizni bering. Sizdan Bularni qo'ydik. mana qo'ying blokingizni. Janob korobkachilar bu yerda boshqa. Shu yerda yomg'ir tegmoqchi o'tirsam bo'ladimi? Yo'q. Obbo. Endi o'zim uchun uy qurishim kerak. Bu yer qanaqa joy? O, bu yer ham uy. Obbo, derazalari yo'q ekan. Menimcha bu yer sal arzonroq bo'lsa kerak degandim. Yo'q. Bu yer ham kattagina xona ekan. Qimmat bo'lishi aniq. Endi bu yerdan eshik yo'qmi? Va o'zimiz uchun olamizda yuramiz, uy qidiramiz. Bu yerlarda ham bo'lmishlar, ammo bu yerda mana bu yerda qimmat bu yer degandek bu yer bog'ku, bog'ga kirib ichishadi. Bu yer ichishi ajoyib joy. Yam-yashil o'rmon. Bu yerlarni terib olishimiz kerak. Butilkalarni yomg'ir yog'sa ham uy sotib olishimiz kerak. Pul rejimi qilish
sotib olaman. Yurjayim ana bunaqa pullardan 100 ta deydi. Shunaqa pullardan 100 ta to'playmiz va uyni sotib olamiz. Mana bu yerlarni ham qarashimiz kerak. Bu yerlarda ham bo'lishi mumkin bu to'kalar. Mana bu yerda bo'tda bor ekan, ko'rmay qolibman. Va nihoyat yomg'ir tindi. Endi tun bo'tyapti, tun bo'lyapti. Mana bu yerdagi daraxtlar ko'rshapalak. Men tushunmadim. Bu yerda ko'rshapalak. Endi biz qaytishimiz kerak. O'zimizning korobka va butilka oluvchi boboyning oldiga. Adashmasam yo'l ana shunday edi. Shu binoning orqa tomoni butilka oluvchi joy edi adashmasam. Yana ozgina to'g'riga va ana shu bino. Yo, mana bu yerda ham korobkalar va butilkalar. Yo, bu yerda qancha 2 minut butilkalar va korobkalar. Bu yerdan albatta terib olishimiz kerak. Korobkalar esa bular eng qimmati. Bu yerdan bu yer axlatxona ekan. Axlatxonaga tashlab ketishlari ana dedik. Axlatxonadan terib olamiz endi. Bularni bitta qo'ymay terib olish kerak. Deyarli terib oldim. Menda qancha butilkalar qarang. Qanchalik ko'p butilkalar. Menimcha yaqin 2-3 kunda uyni ham sotib olsam kerak. Uyni sotib olaman yaqin 2-3 kunda. Mana bu yerda boshqa butilkalar yo'qmi? Ha, mana bu yerda bor ekan. Bularni hammasini terib olamiz. Ana bularni qolmadimi boshqa butilkalar? Menimcha qolmadi. Mana bu yerdan chiqamiz. Ana tun o'tyapti. Obbo jinnisin. 1000 so'mtalik o'zimizni. Biram charchab ketdimki kuni bo'yi butilkalarni izlab. Endi bu yerga kelamiz va sotamiz. Birinchi korobkalarni sotganimiz ma'qul. Endi 3 dona qoldi. 1000 so'mtalik katta qilib olaylik. Yo, 1000 so'mtalik kerak bo'lishi mumkin. Bo'pti. Endi bu yerga o'tamiz va bularni sotamiz.